Kayfiyatlar zo'r. Kayfiyatlar zo'r, chunki yaqinda jahon chempionati boshlanadi. Bizda esa O'zbekiston hamda Portugaliya. Ko'ramiz bugun kim kimni yutar ekan. Assalomu alaykum. Efirda S Music va bir ko'rishda muhabbat loyihasi. Xalqimiz sevgan, barcha o'rgangan va Men yoshlarimiz va Dilnozaxon. Xo'p, boshlovchilarimizdan. Boshlovchilarimiz go'zal, ajoyib, so'zga usta Dilnozaxon hamda Kamina Ulug'bek Xolmedov. Oddiygina. Kamtargina degan Mamadbek. Yo'q, uni qo'ying. Bilasizmi nima? Kecha ko'chada yuribman, bittasi to'xtatib, Ulug'bek aka, men ham bir ko'rishda muhabbat loyihasiga chiqmoqchiman dedi. Xo'p, keling dedim. Faqat menga bilasizmi, menga qanaqa qiz kerak dedi. Chiroyli bo'lsin, aqlli bo'lsin, shirin so'z bo'lsin, pazanda bo'lsin, uni ustiga bir arzon bo'lsin dedi. Arzon? Ya'ni men ham tushunganim yo'q. Nimasi arzon bo'lsin dedim, lekin menimcha aytmoqchi bo'lgani talablari arzon bo'lsin demoqchidir. Chunki dostupniy rus tilida aytgan. Balkim esingizda bo'lsa bir 20 ming dollar sut haqi, yoki qalin puliga gelik degan qizlarimizni ko'rgan shekilli. Bor, unaqa. Bugungi qizlarimiz menimcha unaqa emas, yanada bilmadim. Har doimgidek aytganimdek, ta'rif kerak emas, reklamaga muhtoj emas, chiroyli qizlarimiz bor. Endi bugun bolalar. Men reklamaga muhtoj emas deya olmayman. Chunki kerak, bo'lmasa shu yoqqa keladi. Albatta hazillаш. Bugun mana tog'i urib talqon qiladigan yigitlar, bir so'zli mard. Bu Abdullajon mana. Tanishamiz bo'lmasa? Albatta. Birinchi qizlardan boshlaymiz, har doimgidek. Keling, uni oldingiz tanishtirib o'tamiz. Hurmatli qizlar hamda yigitlar, biz bu yerda Dilnozaxon qizlarimiz tomon, men esa siz tomon bugun bir-biringlarga raqobat qilamiz. Raqobat emas bu yerda. Zamonaviy sovchimiz. Biz zamonaviy sovchimiz. Boya ana O'zbekiston, Portugaliya degan gapim esingizdan chiqaring. Xo'p, bu narsani esdan chiqaring. Faqatgina bugun baxtga bir qadam. Ismingiz, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, o'qishda o'qiysizmi, ishlaysizmi, nimalarga qiziqasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Sabina, yoshim 18da. 18 balog'at yoshiga yetgan yoshi. O'qiyman, 3-kurs bo'ldim, xudo Qayerda xolasa. o'qiysiz? O'zbekiston san'at va madaniyat institutida. Yaxshi. Meni qiziqadigan narsalarim ko'proq shu sportga, asosan futbolga qiziqaman. Juda ham ko'p. Realmi, Barsami? Real. Siz ham Realmidi? Shu yerda bor. Bor, Real. Yaxshi. Keyin bu yerda qaysi bir Barsachi sizni tanlaydi? Oranglarda El Clasico bo'ladi. Bo'ladi. Keyin rasm chizishga qiziqaman. Raqs tushishga qiziqaman. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Qiziqishlaringiz ko'p ekan. Undan ko'ra nimaga qiziqmasligingizni aytib qo'ya qoling bizga. Yo'q, hamma narsaga qiziqaman. Hamma narsaga. Yaxshi. Yaxshi, zo'r. Ishlamaysiz, talabasiz? Qiziquvchan ekanlar. Hozircha ishlamayman. Yaxshi. Ismingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Sevinch. 20 yoshdaman. Sevinch. 20 yoshdaman. O'zim o'qiyman stomatologiyada. Qayerda? Stomatologiyada. Nimaga shu qizni ko'rsam tishim og'riyapti deb. Sizga qarasam tishim og'riyapti. To'lab qo'yaman, kelavering. Pulni tegida qoladi, to'ppa-to'p. O'zim shu stomatologiyaga qiziqaman, ko'proq shu san'atga, qo'shuvga, rasm chizishga, shunaqa hobbilarim. Yaxshi. Iqtidorli qizlar ketdi. Aytaman sizga, qolgan qiziqishlaringiz ichida pul ko'proq shu stomatologiyada baribir. Pul hammasi o'sha Stomatologiyaga ko'proq fokus qaratavering. Yaxshi ketyapsiz. Yaxshi. Hammalaringizga assalomu alaykum. Ismim Sevinch, 20 yoshdaman. O'qimayman, hech qayerda ishlayman faqat. Yaxshi. Qayerda ishlaysiz? Parfumeriyada. Parfumeriyada? Yaxshi. Qarang, Sevinch, ikkalasi ham 20 yosh. Ana bo'lmasa. Egizaklar kelibdi. Zita va Gita. Bojani ko'rsa nima bo'ladi? Mayli. El Clasico'mi nima edi? Ya, o'sha bojalar temasga o'tdik. Biz o'sha oldindamiz, Dilnoz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. O'zim shu Toshkent Abdullajon, qanday tushlayapman nima deysiz? Ismim o'zi har joyda har xil aytiladi. Bir xilli Kevin deydi, bir xilli Abdullajon. Bir xilli Sariq bola. Shunaqa. Asl ismim Bobur Mirzo. Madaniyat institutida o'qiyman. O'zbekiston davlat va san'at madaniyat instituti 3-kurs talabasiman. Yaxshi. Shu ish joyim hozircha mobilograf. Trenddagi ishlardan bittasi. Albatta, trenddagi ishlardan bittasi. Shunda 3 yildan beri ishlayman, 20 yoshdaman. 20 yoshda. 3 yildan beri shu sohadamiz.
asosiy kasbim xudo xohlasa kelajakda rejissyorlik. Rejissyorlik. Xudo xohlasa kino rejissyorlik niyat bor. Xudo xohlasa bir kun bitta Niyatlar- kino bilan shu ko'rsatuvga xudo xohlasa kelamiz. Nasib chunki yaqindagina yurtboshimiz san'atkorlar bilan ijodkorlar bilan uchrashganlarida alohida kinematografiya sohasiga urg'u berdilar. Xudo xolasa barcha rejissyorlarimizdan, kinochilarimizdan yaxshi kinolarni kutib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Meni ismim Behruz. Aha. Yoshim 22 da. Hech qayerda ishlamayman, o'qimayman. Blogerlik bilan shug'ullanaman. Qiziqishim qo'shg'ach. Orzu bo'lib qolgan narsa futbol. Orzu bo'lib qolgan. Nimaga futbolistlik. orzu bo'lib qoldi? Hali yosh 22. Bo'lmaydimi? U yoqdan blogerlikka ketib qoldim, san'at sohasiga. Xudo xolasa endi shu olib ketish. Qarasangiz ko'proq shu blogerlik sizga o'xshayapti. Ha, o'xshayapti. Futbolda qo'ya qol dedi. Chunki blogerlar mijozlarning qulog'iga tepadi, futbolda kopton tepiladi. Masala hal. Assalomu alaykum, tanishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Ahmadxo'ja Azimov. 23 yoshdaman. Hozirda shu SMM yo'nalishida ishlayman. Undan tashqari hobbi sifatida shu blogerlik qilib turaman. Men ham futbol, sportlar har xil yo'nalishda yuramiz shunaqa. Yaxshi insonlar kelyapti. Qachon bizani ko'rsatuvimizga men duradgorman, avtoslesarman degan odamlar kelarkin. Yaqinda bitta suhbatda aytishdi. 2016-yilda tug'ilgan bolalar uchun hali kasb aniqlanmabdi. Bu degani hozir kasb kundan sayin yangicha chiqib ketyapti va qanaqa kasblar kelajakda bo'lishi hali noaniq ekan. Noma'lum, to'ppa-to'g'ri. Shu uchun hozir bularning davri. Ko'rsatuvimiz nomi bir ko'rishda muhabbat, ya'ni savolim ham xuddi shunaqa. Bitta ko'rib sevib qola olasizlarmi yoki ishonmaysizlarmi? Futbolist bo'lsangiz. To'g'risi. Futbolist nima aloqasi bor Ayni hozir? deb, futbolist sevib ko'radi. Bitta ko'rishda gol uradilar. Bitta ko'rishda bo'lishi mumkin. Lekin sevgi shunaqa narsa deb o'ylayman, hammaga ham beriladigan narsa emas. Ko'pda bo'lmaydi bu narsa deb o'ylayman. Qanaqadir yuragingiz boshqacha bo'lishi kerak. Menda hali bo'lmadi, to'g'risi. Balkim bo'lib qolar, lekin hali yoshmiz. Shunaqa sevib qolishni xohlaysizmi? Yo'q. O'zingiz qanaqa tutgan bo'lasiz? Bitta ko'rib sevib qolsangiz. Menimcha ko'p gapirgan bo'lardim. Juda ham ko'p. Hamma narsa haqida gapirardim. Yigitlarga ko'p gapiradigan qizlar yoqmaydi-yu. Hamma yigitlarga emas. Hamma yigitlar. Yoqadimi? Yo'q. Yoqmasa. Hamma yigitlarga emas. Hali to'xtab turing, aniqlaymiz. Yo'q, masalan, qanaqa nima yedim masalan, har doim qattiq Nima yedim? qildim. Ha, masalan, shu narsalar haqida gapiraman. Oddiy narsalarimni ham gapirib tashlayman deb o'ylayman, chunki juda ham ko'p gapirsam, bilmadim, men eshitishni xohlayman. Ana. Eshitishni xohlaydi. Chida oladimi shunga? Eshita oladimi meni degan narsa Nima degan bo'ladi. hozir o'tirishibdi-yu, mana chidab, eshitib. Hozircha boshlanish yomon emas. Chidayapmiz hozircha. Bir ko'rsa muhabbat. Bir ko'rishda muhabbatga ishonaman. Bo'ladi, ko'zlar, nigoh anaqaga tushganda, ko'z-ko'zga tushganda, odamni ichida anaqasi olovi o'ziga bo'lib qolishi mumkin. Unaqa narsa o'zimda hali bo'lmadi-yu, lekin shu narsaga ishonaman. Xohlaysizmi? Xohlagan bo'lardim. Yaxshilab qarab inson ko'ring. bo'lganda. Ana. Yaxshilab. O, face-mi bu yoq? Tishim og'riyapti-da. Yo'q, bir ko'rishdagi muhabbatga ishonmayman. Ishonmaysiz. Yo'q. Bo'lganmi yoki o'zi tektugi bilan ishonish xohlamaysizmi? Yo'q, unga ishonish xohlamayman. Nega? Agar yaxshi ko'rib qolsam, Pikmi Pro Max bilaman. Nima deyman? Yaxshi bo'lsa. Tushunmadim mana. Pikmi bo'laman. Agar sevib qolsam, yaxshi ko'rib qolsam. Hozirgi zamonaviy tilda pushtirang kiyimlarni kiyib yuradigan. Burada men aytdim, "Voy tarak, bitta yigit bo'lmasa, men yaxki o'shani tarakdan." O'zi aslida shunaqa, bikmi qizlar aslida shunaqa ko'pi. Yo'q. Aktrisamizda baribir. Endi ayol kishidan zo'r aktrisa yo'q. Bugun mana qani bular ham aktyorlik qilarmikin bugun ko'ramiz. Xo'p, siz bir ko'rishda muhabbatga ishonasizmi? Siz uchun tashqi ko'rinishmi yoki bo'lmasam xaraktermi? Qaysi biri muhim? Aldamasdan, to'g'risini. U avvalambor bir ko'rishdagiga ishonish qiyinroq. Ikkita ko'rishga ishonishim mumkin salzam. Hop. Ikkalasi ham muhim. Chunki tashqi ko'rinish bo'lsa, ichki ko'rinishi aytganda muomalasi bo'lmasa, farosati bo'lmasa qiyin. Xo'p, tarozga qo'ydingiz. Bu tomonda xarakter, bu tomonda tashqi ko'rinish. Qaysi biri ko'proq og'ir bosadi? Ichki ko'rinishi shu.
parasati, muomalasi, xarakterida. Yaxshi, yaxshi. Xarakter. Demak, tashqi ko'rinishi. Aldadi bola. Chunki tashqi ko'rinish bilan aldanib qolish aldanib kelyapsizlar shu paytgacha. Kelajakda bo'lishi endi mumkin-da. ko'ramiz bu yog'ini. Bosib kelish shuncha yo'lda deydi. Tan olaylik, tan olaylik, iltimos. Siz Men ishonaman. ishonasiz. Baribir bir ko'rganda chiroyiga qaraladi. Keyin gaplashib ko'rilib, xarakteri o'rganiladi. Unga tushunish, xarakterini ko'rsatadi qiz bola o'zini. Ishonamanmi? Xo'p bo'ladi. Qiz bolada o'zgartirish mumkin bo'lgan xarakterlardan qaysi birini o'zgartirgan bo'lar edingiz? O'zgartirib bo'ladigan xarakteri. O'zgartirmasdim. Chunki o'sha xarakteri uchun yaxshi ko'rganman. Voy. Voy. Gap gapirdi. Demak bor a. O'zini tanlovida demak anaqa ekan, nima deydi, vafoli tanlab. O'zim tanlaganman chunki. Ay, O'zim pishirgan osh o'zim yeyman. Yaxshi, yaxshi. Ana yaxshi. Boricha qabul qilaman. Prosta hozircha ishi yo'q, atak yaxshi. Yaxshi, xo'p. Men ham ishonaman, sababi baribir birinchi o'rinda ko'rinishi odam o'ziga tortadi. Keyinchalik ozgina kuzatganingizdan keyin uni xarakterlari kelib chiqqandan keyin shunga qarab tanlaysiz yoki uzoqlashasiz. Xudoga shukr, aldamadi bola, qarang. Birinchi o'rin ko'rinishda. Siz tan olmaydigan narsa lekin. Keling, biz ham bir-birimizga shu savolni bergan bo'laylik. Siz uchun tashqi ko'rinishmi yoki xaraktermi? Birinchi tashqi ko'rinish, Birinchi tashqi ko'rinish. keyin xarakter. Sizda ham xuddi shu. Yo'q. Yo'q desangiz ham shu. Yo'q. Qo'ysangiz-chi, Ulug'bek, Yo'q, qo'ying. xarakter. Akam bilan Hech boya qachon. biluvdim men. Xo'p Baribir bo'ladi. Talashmayman mana, shu ham aytolman, xarakter. Talashmayman, bo'ldi, tamom assalom. Davom etamiz. Mana birinchi uchrashuvda gullar bilan, sovg'alar bilan kelgani yaxshimi yoki mayli hech qisi yo'qmi? Shundoq ko'rishib, gaplashib, kafedami, ko'chadami o'tirgan, qaysi birini xohlardinglar? Men o'zi romantikani yaxshi ko'radigan odam emasman. Ha. Stadionda ko'rishasiz. Bilmadim, to'g'risi, balkim menga ham yoqar shu narsa. Balkim men ham yaxshi ko'rarman, lekin ko'proq birinchi suhbat qurgan yaxshi. Kim Gul pul kelish shart emas. yo'q. Mayli, qanaqa o'zini xohishi. Agar gul bilan kelsa ham, men majburlamayman. Kimnidir qanaqa bo'lib kelishi. Agar gul olib kelmasa ham, men uni tushunaman. Masalan. Shunaqa. Ahamiyatga ega emas. Yo'q. Yaxshi. Siz Va unaqaga, конечно, ishonadi. Odam birinchi marta kelganda yoningizga gul ili bu nimadir bilan qancha sizni hurmat qilsa, e'tibor berib olib keladi. Endi muhim baribir unaqa narsa qiz bolaga. O'zini qiz bolaligini, ayol kishiligini his qilish uchun. ana. Muhim bu narsa. Yaxshi. Gul olib kelishi shart emas. Menga ko'proq tabiat qo'ynida sayr qilish yoqadi. Birinchi uchrashuvda kofilar bilan gaplashib, suhbat qurish yoqadi ko'proq. Shunaqa bo'lsa, parklarda. O, ana. Yaxshi, xo'p. Bez rasxod qiz ekan. Bez rasxod. Kafe ham kerak emas. Park, oddiy parklarda aylanib, yaxshi. Pikmi ekanlar. Pikmi. Pikmina unaqa bo'lmaydi. Pikmilar boshqacha. Bu Men mana shu ko'rsatuvga kelib red flag, pikmilarni endi mana yodlayapman, to'g'risi. Ungacha men bilmasdim. Ungacha cho'kkagunman aytganim bo'lardi bizda. Endi mana sekin-sekin bilyapmiz pikmilarni. Xo'p, yigitlarim, sizlarga savol. Uchrashuvda yoki bo'lmasa mana shu yoqdi sizga qiz, nima talablar qo'ya olasiz? Talablaringiz nima? Bo'lajak turmush o'rtoqdan. Uje unga sovchi jo'natagan vaziyatdamiz. Uchrashuvdasiz. Uchrashuvdaman-da. Talab degan qo'yishingiz kerak. vaziyatdasiz. Asosan shu onamni xizmatlarini qilsa, birinchi o'rinda shu. Qolgani deyarli qolgan o'zi asosan talabim onamni xizmatini qilsa bo'ldi. Men savol sal boshqacharoq bersam. Nimaga asoslanib tanladingiz u qizni? U qizni Uylanib borardingiz, shunaqa bo'lsa. tabassumli, muomalali, xushxuy muomalali, har doim kulib turishdi yonimda, har doim qayoqqa borsam ham u bilan birga bo'lishni xohlayman. Men san'at ichidaman, asosan san'atni ichida qizga uylanishga orzu qilaman. San'atni tushunadigan, san'atda birga yurib, birga ijod qilishni xohlayman u bilan. Ana shunaqa bo'ldi. San'atda o'tirib qolgan qizlar bo'lsa, marhamat uylanadi. Mana shu kerak bizga. Xo'p. Sapsari yuzim qizil bo'ldi. Ana. Ya, men terlayapsiz. Oqvosiz. Hayajonlanib. Sizda nima talab bor va nimaga asoslanib uylangan bo'lardingiz o'sha qizga? Talabim ota-onam hurmat qilsin.
endi xizmat emas, по-любому agar qiz bolani kallasi ishlasa, uydagi ishlarni o'zi qiladi. u Ota-ona keyin buyurmasa. keyin xotin rolida u. Nima Ungacha uchunmi? men sizni xizmatingizni qilaman, shirin ovqatlar pishirib beraman, oyijon deyman, Yeah. adajon deyman deydi. Aniq u. 100%. Aniq. Lekin yashagandan keyin bilmaysiz-u. O'shaning uchun ungacha siz nima asoslarga Bolaning ruhiyatini Yo'q, sindirmang. jiddiy bo'laylik, yo'q. Bunaqa deb aldab ketadi. Lekin uchrashuvga chiqadi, siz mana bunaqasizmi, yo'qmi deydi-da, asabga tegib, to'g'risi. Keling. To'g'risini aytinglar. Nimasiga asoslanib yoqtirib uylangan bo'lardinglar? Qaysar injiqligi uchun. Qaysarlik uchun. Muncha zo'r. Muncha zo'r bu bola. Qaysarligi. Qaysar Baribir bo'lsa, qizuv-da. injiq bo'lsin, buni tanlovi bo'lsin. Qarang. Bu bola o'zini Shohruxxonni Don degan kinosiga o'xshatib yuboryapti. Menga yovvoyi qarab mushuklar beraman. juda ham yoqadi deydi-yu. Mana bu bolamizga shunaqa. Qaysarlik, injiqliklari bo'lsa baribir qizuv. Voy, zo'r ta'rif. Spokойно o'tirib, gapim kam gap, uyda ham kelsang o'tirib televizor ko'rib, ovqat zanitdi deb bersa bo'lmaydi. Kelsang nimadir talab qilsa mendan, unga harakat qilsam yaxshi. Ana. Ya'ni Bemalol. Yo'q, уже Mr. и Mrs. Smith degan kino boshlandi. Zo'r ketdi. Talab qilinglar. Meni qarang, qayerda bor bunaqa erkak talab qilsin mendan. Talab qilinglar, baribir qilmayman u. Talab qil. Ana. Молодец. Sizda-chi? E'tiborli bo'lsa, shu farosatli bo'lsa, mehribon bo'lsa, qolgani o'sha hammasi joy-joyida bo'ladi deb o'ylayman. Chunki e'tibor bergandan keyin hammasi o'sha hamma narsaga e'tibor beradi. Ozoda, toza bo'ladi, boshqa bo'ladi, hammasi o'z o'rnida bo'ladi deb o'ylayman. Xarakter nuqtai nazardan siz uchun qanaqa bo'lsin? Yumshoq bo'lsa, anu nima deydi, erkin o'zini tutadigan, mehribon. Yaxshi ko'rasiz degan bu hamma shunaqa degani emas-ku. Nush. Mehribon bo'lsa, nima deydi, yaxshi-da, o'sha tushib ketadi. Menga shunaqalar ko'proq to'g'ri keladi deb o'ylayman. Savolim sizlarga ham shunaqaroq. Siz qanaqa turmush o'rtoqni xohlagan bo'lardingiz? Mana shu jihati uchun mana shu insonga turmushga chiqqan bo'lardim deb. Eng birinchi juda ham qo'rqadigan narsam bu o'zini fikri bo'lmasligi. Turmush o'rtog'imda, agar bo'lajak turmush o'rtog'imda o'zini shaxsiy fikri bo'lmasa, bu eng katta qo'rquvim. Bo'lishini xohlardim. Mehribon, birinchi navbatda juda ham mehrli, har narsaga e'tibor beradigan, meni nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlaydigan, og'ir kunimda, yaxshi kunimda har doim birga bo'ladigan, keyin u ham birga shu narsada, masalan, unda hech nima bo'lmasa, mashina bo'lmasa, pul, uy-joy hech nimasi bo'lmasa ham, shu bilan birgalikda ko'tarilishni men xohlayman. O'shani birga harakat qilishni. Chunki masalan, boy bo'lsa ham, bor shunaqa bolalar, masalan, ko'plar kelsa ham oldimga boy, lekin boylikda juda ham zerikib qolasiz deb o'ylayman. Men masalan shunaqa o'ylayman. Juda ham zerikarli bo'ladi. Hamma narsa oldingizda bo'ladi, kiyim, kechak, yeyish, hamma narsa oldingizda bo'ladi. Bu zerikarli. Nima deydi, o'rtacha hol bo'lsa, bo'ldi, buni ikkalamiz birgalikda olib keta olamiz. Shu boylikka ikkalamiz chiqamiz degan narsa bo'ladi deb o'ylayman. O'rtadagi bolaga to'g'ri kelyapti-da. Talab qiladi, bu yovvoyi mushukam deb bemalol. Nimadir bor. Boyman lekin. Sizchi? Lekin boy ekan. Yaxshi. Blogerlar boy-ku hozir вообще-то. Men xohlardimki, oilasini birinchi o'rinda qo'yadigan odam, ota-onasini, anaqasini, ayolini birinchi o'rinda qo'yib, siz qanaqa o'zingiz uchun mana shunaqa xarakteri bo'lsa zo'r bo'lardi? Xarakterimi? Yaxshi ko'rsa, birinchi o'rinda e'tibori, qadrlashi, sevishmi, sevilishmi? Sevilish. To'g'ri yo'lda tanlagan bo'lardim. Sevilib yashaykanlar. To'g'ri yo'ldamiz. Yaxshi. Yaxshi. Birinchi navbatda mujik bo'lishi kerak. Aytgan, degani degan Aka go'dez yaxshisiz bor. Keyin mehribon, e'tiborli, o'zini oilasida hurmati bo'lishi kerak. Mas'uliyati bo'lishi kerak. Mujik bo'lishi kerak. Buni oldin yigitlarning talabini eshitdik. Qizlarimizdan ham shu narsani so'raylik. Nimani talab qilasiz yigitdan uchrashuvda? Talab qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Bilmadim, talab qo'ymasdim menimcha. Men bo'yashga harakat qilmayman. Masalan, bunaqa qilasiz deya olmayman. Deya olmasam kerak. Rangi bo'lmasa, men unga rang bera olmayman. O'zim rang berishga harakat qilmayman. Bir chiroyli gapirar ekan, bu xudojnik qizimiz. Men baribir birinchi ko'rishganda talab qilib bo'lmaydi u narsani. Erkak kishi o'zi xohlab, o'zi qiladi. Unaqa erkak kishini boshqarish, sen buni qilasan, qilasiz deb
Bunaqa talab qo'yib bo'lmaydi ayol kishi. Oilada bosh erkak kishi. Eshitsanmi xotin? Hazillashdim. Yaxshi. Nima talab? Birinchi navbatda talab qiladigan narsam ota-onasi bilan yashashini xohlayman. Shu. Chunki ba'zilar bor, alohida chiqib ketadi. Alohida chiqishni xohlayman men. Yaxshi. Shu. Ana. Men o'yladim, ichmasin, chekmin, Ular ham bormi? Ro'yxatda. Bormi shunaqa o'zi talablar? uyda sovchi jo'natsa bola masalan mani uydagilarim birinchi ichadimi chekadimi mana shunaqa narsalarni surishtiradilar. Uyda qanaqa hamma sog'lommi yo'qmi nima dadam shunaqa armiyaga Siz oldingizga anaqa sovchiligi borsa 086 dokument bilan borsa. keyin nima deydi armiyaga borganmi yo'qmi shu narsalar surishtiriladi. Siz uchunchi chekishi ichishi juda ham muhimmi yoki shart emasmi? Muhim. Chekmasin, ichmasin. Bolalar ichmaymi, chekmaymi shekilli? Sizda muhimmi yoki Bularda menimcha eng muhimi 6 oyda tish doktoriga qabulga borib tursa bo'ldi. 6 oyda qabulga kelib turib o'zini ko'rsatadi. oppoqqina qilib qo'yadi tishlarni. Yaxshi. Sizga muhimmi? Chekishi bu normal holat, no ichishi Gap so'z yo'q. Qarang, yigitlarimiz, qizlarimiz. Oh. Shu qiz gapini olaylik. Juda gaplari qiziq ekan. Birinchi men nimaga o'zimni ideal odam bo'lmaydi endi o'zimga belgilab qo'ygan talablarim talab emas. Xullas ovozdan Kriteriyalar. bolani qanaqa ovozidan yaxshi ko'raman, bariton ovoz, yo'g'on ovozlar bo'ladi-ku, o'shanaqa ovozlar yoqadi qanaqadir. Keyin nima deydi? Oyoq kiyimini kiyadi-ku, oyoq kiyimi qora bo'lish, o'sha nima deydi, naskisi qora bo'lishini xohlayman. Qanaqadir oq, bilmayman, yarashmaydi bolaga. Piatski kiyadi, boshqa kiyadi-ku. O'shanaqa narsalar. Hamma narsa bilan shunaqa kiyadiganlar bor-da. Masalan, oq krossovka bilan oq kiysa bo'ladi, lekin qora oyoq kiyimlar, tuflilar bilan oq Kalta nask kiymasin. Lekin echkada qanday rangli shim kiysangiz, Xuddi shunday. paypoq xuddi shu rangda bo'lishi kerak. Ya shunday demoqchi edi. Kalta To'ppa nask Shaxsan menda kiymasin. seriya bo'lmagani uchun mana piyatga kiyib kelaman. Voy, normal. o'zlarni oqlab o'tdilar. Yo'q, oqlash emas. Yuvilmaganda. Yaxshi, qizni talablarini qarang. Zo'r. Menga juda yoqdi. Yaxshi. To'g'risi, молодец. Yo'g'on ovozdan O'g'lim tekshirib o'zim ko'ramiz. sizni kelin qilardim deydigan qiz ekanlar-da. Juda ya. To'g'ri qilsa bo'ladi-yu. To'g'ri, chegaralangan. Bolalarni yo'g'on ovozini qanaqa tekshirib ko'ramiz? O'ngacha sanattiramizmi yoki Hozir o'ngacha sanattir hammasi o'zlari shu bariton ovoz qilib berishadi. Muammo emas. Hali o'zi ana gapirayotganda orada bilmay qoladi. Degan ovozi chiqib ketib qolsa, biroz o'shanga stop bo'ldi, tamom masalan. yaxshi To'g'rimi? Nima deysiz? bo'ladi. Xo'p, bolalarimizga savol. Naskigim sariq ekan meniki. To'g'ri. Siz rangingizga moslab. O'zim emas. Lekin hozir unaqa narsa bo'lmayapti. Ana oldin sumkamga moslab tufligim. Yo'q. Unaqa narsalar qolmadi. Oldin bo'lar edi. Kiysa bo'ldi hozir. Kiyim kiyib chiqsa bo'ldi. Kiysa bo'ldi. Shunaqa. Xo'p. Dama Kozir oiladan qiz olamizmi, olmaymizmi? qarashdik. Tupiga chirib qo'ydi shuni. Savolni birinchi Olmaymizmi? Tushunsin. Yo'q. Aslo yo'q. Aslo. Mana sizga farq olaverasiz shekilli. Qanaqa yursiz, jilovlaydigansiz-ku siz. Inju bo'lsa bo'ldi degan. Ya onasiga o'xshaydi baribir. Agar bo'lsa ertaga onasining xarakterini ko'rsatadi. Ana bo'lmasa. Yaxshi fikr. Yo'q, unaqa oiladan qiz olinmaydi. Erkakning hurmati bo'lmaydi. Unaqa oiladan qiz olsangiz, erkakning o'rni bo'lishi kerak oilada baribir. To'ydan keyin ishlatasizmi, ishlatmaysizmi? Birga Ishlataman, birga ijod qilamiz. Birga mobil operator bo'lib, Xuddi shunaqa. To'sman. Olovning Shogird sanda bormidi? Siz ishlatasizmi, ishlatmaysiz? Uyda o'tirsin. Bu talab bo'lish kerak. Qiz Uyda o'tirsa hamma narsasini o'zim yetkazib beraman. Boy-ku bu, to'g'rimi? Boy. Stomatolog bo'lsa yoqmaydimi? Shunda kasb bo'lib tursa. Yo'q. Shunda tayyor kasb Blogerlik bo'lsa. admin stomatolog bo'laman. Yoqmas ekan. Stomatolog bo'laman. Ana. Uyimizni ochamiz, bo'ladi. Uyimizda O, stomatolog ana shaxsiy ochib berasiz. ochib beraman. O, ana. Yoningizda o'zim blogerlik qilaman. Sakras Instagramga qo'yib yuborasiz, reklama. Esimimcha o'zim bilaman. Chiroqlarni o'ynatmay, bularga tayyor ma'lumot ekan. Qizim so'zi. Bularga fotoga beraveraylik, bo'lmasa. O'zim mobil o'ynaman sizlarga. O, ana. Ijod qilsanglar. To'yda qilinglar shuni. To'yda qilinglar. Xo'p, siz to'ydan keyin Ahmad o'zi ishlatasizmi?
o'zi ishlatmayman deyman-u, u payt vaziyatga qaraysiz, baribir ishni ham har xili bor, balki o'sha tadbirkor oilasi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha ayollar o'zi mehnat qiladigan ish bo'lishi mumkin. Lekin hozir o'ylashi mumkin, zerikadi, keyin janjal chiqadi deyish mumkin. U zeriktirmaslik ham kerak-da. Masalan, uyda o'tiribdimi, hamma narsani qildimi, vaqti bilan aylantirish. Menga bir yozib bersangiz bo'lar ekan. Aytganingizni qilib turamiz, gap so'z yo'q. Xo'p, qizlarimizga savol bering. Yaxshi, siz sevgan savolni beraylik. Ha, men bergan savol xo'p bo'ladi, Ijtimoiy qizlar. tarmoq. Uchrashuvdasiz. Bo'ldi. Hamma narsa ma'lum. Har ikkala tomon bir-biriga, har ikki avlod bir-biriga ma'qul tushdi. Tashqarida sizni ammalaringiz, yangalaringiz kutib turishibdi. Shunda tursanglar, bo'ldi. Bu yog'i to'yi daragi, potaqa patir sindiriladi, bu yog'i to'y. Faqat bitta eng oxirgi etap qoldi. Telefoningni, Telegram, Instagram direktlaringni ochib ber dedi. Ochib berasizmi? Ha. Agar shunaqa положениеda bo'lsa, shunaqa vaziyatda bo'lsa, uydagilar so'rab ochib beradi. Bu agar men u bolani yaxshi emas, u kuyov so'rayapti sizdan bola uchrashuvda. Ha? Nimaga endi yo'q? Bu uydagilar bilan maslahatli hammasi. Ochib bergan bo'lardim. Menga nisbatan qanchalik ishonchi, hurmati ortishini xohlayman. Hech narsani bekitmaslikni. Yaxshi. Ishonchi bo'lsa, ochib beraman, mana конечно, da. Yaxshi. Endi bulardan so'rayman. Shu savol bulardan. Boburjon ochib berasizmi? To'ydan keyin bo'lsa mayli. To'ygacha tozalab bo'lasiz-da. Siz? Mayli, telefonni olaversin. Xohlagan qilsin telefonimda. Chunki qilaman degan odam boshqa telefonda ham qilaveradi. Bo'l telefonni. Odam o'zida bo'lmasa, bu bola bir telefonni so'rashyapti, bering men o'zimga o'zim. Bir turmush 30 yosh bilan. Bir yashab o'tganmi, bir odam o'zida bo'lmasa qiyin. Ming boshqa men telefon tekshir, nariga bor, boshqasida qilsa bo'ladi. Siz eshitmadingiz. O'tda telefoningizni bering degan gap keldi. Ha, shunaqa dedilar. Hozir Shu telefonni bering. Telefonni so'rashyapti. Ana telefonimni tashlab kelgandim-da, yo'q. Qarang, uyda qolib ketibdi-da, keyin safar. Hozirdan yolg'on boshlanadi-da, shunaqa mana. Hozirdan boshlandi. Уже boshlandi, уже. Tozalaylik хотя бы. Muskoy solidarность bilasizmi? Syomkada telefon ishlatmalaring. Erkak kishini qo'llab-quvvatlashi. Ahmadxo'ja, siz? Yo'q, men qarshiman bu narsaga, yoqmaydi, chunki sirli bekitgan narsa bo'lmasa ham, anaqa deb o'ylayman. Yo'q, doim titkilab yurmaydi. Bitta bir marta. Unga mayli. Bir rovni ko'rib o'tib ketsa bo'ladimi? Mayli. Xursand bo'lish uchun mayli. Ha, xursand bo'lish uchun. Mayli. Shu bilan semirsan, ol. Eng ko'p janjal ham shundan chiqadi, lekin telefonning orqasidan ham chiqadi. Hozirgi paytda shunaqa bo'ladi. Ko'proq janjalni kim qiladi? Ayol kishimi, erkak kishimi? Ayol kishi? Ayol kishi. Ayol kishi? Erkak kishi. Erkak kishi telefon orqasidan. Aha. Siz nima deb o'ylaysiz? Janjal shu telefon sabab ko'proq kim qiladi? Ayol kishimi, erkak kishimi? Ayollar. Ayollar. Ayol kishi? Unaqa janjallar bo'lmasa qiziq bo'lmaydi-yu. Urushib turish kerak. Men ham ayolim aytadi, Ulug'bek, shu telefoningizni parolini topib olsam, oilamiz buzilib ketsa kerak-a, deydi. Tushundimmi? Yana 5 ta oila buziladi dedim. Ya, ko'pchilikning zapali bor, men o'zi Hazillashtirdik. Xo'p, keling bo'lmasam, o'zinglar masalan bir-biringlarga taqdim eta olmayotgan savol yoki bo'lmasam bizdan kutgan savolni o'zinglar berib ko'rishingiz mumkin. Yigitlarimizga, qizlarimizdan, qizlar yigitlarga. Siz madaniyat institutida o'qiyman dedingiz-a? Nechinchi kurs? 3ga o'tdim, xudo xolasa. O'tdingiz endi. Shu ko'rganman-da, siz ko'rindingiz. Men sizni ko'rganman-da, shunga hayron qoldim. Chunki fakultetlar boshqa-boshqa, o'shani fakultetsa bo'lmasa? Estrada aktyorligi, sizniki? Biza endi kino kritika, kinoshunos. Kinoni endi ozgina ipdan ignasigacha qarab chiqadigan insonlarmiz biz. Yaxshi, estrada. Umumiy savol bermoqchiman. Hozir umumiy qizlarga, hozir mana bizlarni ko'ryapsizlar. Aynan qanaqa e'tibor, masalan, nima xohlagan bo'lardinglar hozirgi iminni, aynan hozir shu vaqtda. Ko'rsatuvdan chiqib nima olib beraylik demoqchi. Masalan, nima narsa bo'lsa sizlarga yoqadi, yoki sizlarni xursand qilish uchun. Yoki bunday qarayapsiz, nima o'tyapti miyalardan hozir? 3 ta erkak kishi o'tiribdi. Yaxshi savol. Hammaligi hozircha yaxshi ketsin. Hozircha. Endi keyinchalik ko'rib Bir ko'rishda muhabbat bormi? Ko'rinishga qarab baho berib bo'lmaydi hech qachon. Masalan, hozir bular bizga qarab kulib turishibdi-da, buni ichida nima borligini bilmaymiz. Odam ko'rinishga e'tibor bermayman, rostdan aytaman. Bitta ko'rganim masalan
yuz eslab qololmayman shunaqa. Lekin boshqa narsalar, masalan, boshqa muhim narsalar bo'lsa eslab qolaman. Yuz esimga kelmaydi bitta ko'rganda. Bu bolada kulgichi bor ekan-da. Men ko'proq kulgichi bor bolalarni yoqtiraman. O'sha kichkina bolachalarmi, katta bolalarmi kulgichi bo'lsa yoqadi. Ana. Boyman, lekin boyman. Yo'q ekan. Bitta bo'lsa ham Manda yo'q, bu yoq kimda aytadi? Yo'q, hali sizni qayerdadir ko'rganman deganiga. Abdulajon esda qolibdi. Yo'q, nafaqat bolalarda, masalan, qizlarda ham kulsa chiroyli bo'ladi-yu, kulgichi bo'ladi. O'sha kulgichi chuqur. Menda yo'q-da. O'shaning uchun mana bu bolachalarni ko'rsam ham qanaqadir yoqadi-da, kulgichi borlar. Sizda ham bor ekan. Men ham yoqaman. O'rtog'imni faqat usti oq, ichi qora rangi. Kulib turaveraman. Siz taqdim etardingiz oldingi safar bu savolni. Kuyov bo'lmish necha pul topsa yetadi oyiga. Ana hozirgi kunda eng aktual narsa. Faqatgina sevdim, o'ldim, kuydimga qorin to'ymaydi. Bu qizimizga trenddagi savollardan. Siz jim turing, o'zlari javob o'zlaridan eshitaylik. Necha pul topish kerak? Sevinchxon. Pulni miqdori qizimas bo'layman. Oilasini ta'minlab bersa bo'ldi. Yetkazib bersa bo'ldi. Qancha? Bolani cho'chitib yubormasdan. Men ham $100,000 dorayman Instagramdagini. Yo'q, to'g'risini ayta qolaylik. Mana xohlaydi-yu, men xohlayman. Bu xohish-u, tekin gapirish. Gapiravering. 3,000 ming bo'lar? Ana. Boshlanishiga. Yaxshi, normal. Hozir 3,000 ming. Boshlanishiga. Bitta Matiz ekan. Har oy Matiz topilyapti. $1000 yetsa kerak deb o'ylayman. $1000 yetsa kerak. Siz o'zingiz oyiga bir o'yingizga necha pul xarajat qilasiz? O'zi 8 million oylik olaman parfumeriyada. O'zim rasxodimni o'zim ko'taraman. Hamma narsamga yetadi. Shunda ham ro'zg'or qilmaysiz. Qilaman ro'zg'or. Ro'zg'or qilasiz. 8 million. Shu uchun $1000 dot. Qarang, 2-3 million ko'p Yetadi. bo'lsa bu yaxshi. Shunaqa. Ikkalanglarniki 20 million yaxshi. ishiga bog'liqda. O'sha qancha pul topsa ham o'sha pulidan bilasizmi nima qiziq? Ana tashab qo'yaverasiz-ku, ozgina olib kelib qo'shib qo'yaverasiz. Ko'p bo'lsa, o'shani ochgandan keyingi narsa qiziq menga. Tushundingizmi? O'sha qancha pul to'plandi bo'lgani. O'sha har oylik olsangiz, masalan, hozir O'zbekistonda bilmadim, bunaqa ishlar bormi? Ko'p oylik oladiganman, $1000, $3000 oladigan oyliklar bormi bilmayman. Bor. Bilmayman, lekin o'sha qancha oyligi bo'lsa ham oilasiga, ota-onasiga sarflaydi, boshqa bu bo'ladi-da, o'sha bo'lganidan keyin nimadir qayergadir chet elga sayohat qilishi mumkin. O'sha yerga tashlab qo'yaversa, undan keyin nimadir ishlatsa bo'ladi u pulga. Masalan, miqdori bo'ladi 1 oylik, 1 oyda qancha. Demak, o'zinglar uchun qancha pul topsa ham, lekin alohida bir kapital bo'lishi kerak. To'g'rimi? 50 olib qo'yadigan. Yaxshi. Nima qilamiz? Unda bitta общий savol bering. Ana. Hozir sevishganlar o'rtasida ko'p bo'ladi narsa. Sizlarga pulmi yoki sevgimi? Sevgi. To'g'risini ayting, yolg'on gapiring. To'g'risini ayting. Estama to'g'risida pul ko'p sevgi deng. Bo'pti, pul bo'la qolsin. Pulli sevgi bo'lsin. Hammasi joy-joyida. Komfort. Bu qizda komfort. Ko'proq men o'zim komfortimni xohlayman. Chunki ko'rinib turibdi o'zi, siz komfortni tanlaydigan qizsiz-da. Sevgi muhim. Stomatologsiz u, pulis ko'p. O'zinglarda-chi? Endi bizda ham topib olamiz, sevgi kerak bizga. Sevgi. Pul topiladi-da. Pulni o'zimiz topamiz, sevgi bo'la qolsin-da. Pul topib o'zimiz topib Ko'rdingizmi, olamiz. sevgini ham pulga sotib olib bo'lmaydi. Shu boya aytganimizdek, arzon bo'lsin dedi-yu bittasi. Arzonmi, qimmatmi, muhimi bo'lsin. Toza, haloli bo'lsin. Bo'lishi mumkin, qizlar orasida aytishadi-yu, qizlar pulni talab ketadi deyshadi-yu, noto'g'ri gap, ishonmanglar. Pul muhim emas hayotda. Pul o'lgandan keyin ham pul muhim bo'lmaydi, ishonavering. Standartlarga teskari ketar ekanlar. Hamma bu yoqqa ketsa, bular alohida ketadi, shunaqa qiz ekanlar. Yaxshi. Noyob qizlarimiz noyob dedim, ko'rsatib boshida ham aytdim. Noyob qizlar kelgan. Noyob. Ya, bugun 3 xil dunyo qiz kelgan. 3 xil dunyo. Bular pikmi, bular siz aytgandek komfort, bular jaydari, shu noyob gap so'z yo'q. Yaxshi. Men tanlov shartiga o'tamiz. Qani, bugun bizda juftliklar bormi ekan? Nima? Tanlov sharti. Men bilaman, bittasi aniq bor. Bor bittasi. Lekin o'sha bittasi tanlaganmikan o'sha bittasini? Menga shu savol qiziq. Bittasini tanlagan bo'lsa, bittasini tanlamasa, bittasini keyin nima qiladi? Bizda tanlov sharti. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingiz bir ko'rishda muhabbat loyihasi va bizda eng hayajonli daqiqalar. Bugun baxtli juftliklarni aniqlashtiramiz. Ko'ramiz kimni tanladikin. Men sevgan daqiqalar. Har doimgidek qizlardan boshlaymiz, ha? Albatta.
qani Sabinishkani tanlovi bugun kimda ekan? Sabina qaysi yigitimizni tanlabdi? Qani ko'ramiz. Ko'ramiz. Bular boya bejizga qaysi institut nimadir demadi. Nimaga aynan Boburjonni tanladingiz? Bobur Mirzoni nimaga aynan tanladingiz? Bo'ladi. Bilmadim, o'sha men aytgan narsalar ozroq bo'lsa ham bor-da, hamma jicha-jichadan hammasi. Nima ekan o'sha ozroq? Masalan, aytayotdilar, shu ishlaymiz, birga ishlaymiz, birga harakat qilamiz. Shunaqa narsa Bobur akada bor. Keyin onalarini birinchi o'ringa qo'yapti. Masalan, shunaqa narsalar. Voy, Bobur akasi kimni tanlabdilar? Bobur Mirzoni tanlovi kimda ekan ko'ramiz. Marhamat, ko'ramiz. Qanday yaxshi. Tanloving zaifna bo'lsa to'g'ri. Ana. Bobur Aytganimdek o'sha sana sohasidan-ku. Qarasam o'zimizni institut o'qiyotganlar. Institut ko'rindilar. Endi billa yo'lda yurib ko'ringlar-chi. Ha. To'ppa-to'g'ri. Ana bir joyda o'qigani yaxshi-da, ertaga o'qishga ana siz alohida o'qish, bu alohida o'qish bo'lsa yo'l kira divoyni tushadimi? Bitta nom bola. Bitta, ha. Yaxshi, yomon emas, vaqtlarini bersin. Ikkinchi qizimiz, ikkinchi doktorimiz. stomatologimiz. O'zi bularniki ma'lum-ku. Anasini balasi. Sevinch xonimizni tanlovlari Sevinch xonim kimni tanladilar? Marhamat. Manimcha ma'lum. Qop-qora yuziga oppoq yetishdi. O'zi Sherali Jo'rayev ayol kishiga atab aytganlar. Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Yigitimizga o'tib ketdi bu. Qalb tashab qoldilar-yu, stomatolog bo'lsa nima qiladi dedi. Ana. Nimaga bu Menga yigitimiz? ularni talabchanliklari, harakatchanliklari keyin anaqa dedilar-yu, ochib beraman stomatologga birga o'tadiganmiz. Shu ham yoqdi menga lekin. Agar sen ochib beraman degan yoqdi. Xo'p, bu yigitimiz o'zlari Xrus kimni tanlabdilar? Voy. Uncha yaxshi. Ikkita juftlik. Qarang, mana chiroq prolasi. Sizlar ham bir-biridan tanlab qo'ydinglar shu. Chiroqni o'raq o'tirmaylik. Hozir bilamiz, to'xtang. Hozir bilamiz, xo'p bo'ladi. Xo'sh. Sevinchxon, pikmiyimiz. Sevinchxonimiz kimni tanlabdilar? Qani, ko'ramiz. Indamay turib. Yaxshi. Indamay turib. Rashid Xalikov Shahzod guruhi. Bor Nima sababdan bu yigitimizni tanladingiz? Spokoniy, og'ir bosiq. Ligi uchun. Yoqdi. Yonida pikmi bo'lib turishingiz kerak. Конечно. Unda Ahmad Xo'ja kimni tanlabdilar? Ko'ramiz. Поворот. Midida deydi-yu. Ya, Ana. nimadir bo'lar endi. Ko'rsatuvning so'ngida xavfli burilish. Juda xavfli burilish bo'ldi. Juda baxtli juftlik chiqib ketadi deb o'ylagan edim, lekin bu yerda hozir bilmadim. Ana Yandex aytadi-ku, krutoy поворот. Naleva bo'ldi-yu. Nimaga bu qizimizni tanladingiz? Shu boya aytganimdek, o'sha boshqalardan ajralib turadigan xislatlari ko'pligi uchun, mana neobычный deydi, shunaqaligi uchun. Endi qarang, bu yerda mana Bobur Mirzo ham tanladilar. Kurashasizmi? Imkon darajasidan kelib chiqib yoki kurashamiz. Bu qiz uchun men kurashaman. Buyunmasman-ku, berib yubordi, siz berib yuboring. yo endi bo'ladi, yo Yigitlarimiz shartnomasi kurashishga tayyor. Ana endi gap sizda. imkon berasizmi? Imkon berasizmi yoki siz tanlovingizda qolasizmi? Qiz o'yladi. Sukut alomat rizoligimi nima Kurashamiz endi nima bo'ladi? Yo. Hozir aniq gaplarni olaylik-da, keyin yana ertaga urto'polon sababchisi bo'lib qolmaylik bizlarni ko'rsatuvimiz. Imkon berasizmi yo'qmi sizni yuragingizdan joy olishiga yana bir insonga? Ko'ring, harakatga bog'liq. Kim kuchliroq harakat qilsa endi. Eshitdinglarmi? Kimni harakat? Ne standart qiz dedik-ku hali. Standart qiz yo'q deydi. Bu ne standartda kutilgan javobni bermadi. Ya'ni Zaxcha qo'nar. Ushoqqa. Ushoqqa. Albatta hazil imkon beraman dedi. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. O'zlari kelajak kim bilan ko'rsalar, ana o'shan bilan
imkon beradilar. Yaxshi. Bizda esa hozircha ikkita baxtli juftligimiz yo'q, bitta bo'lib qoldi. Yo'q, ikkita. Lekin Bitta, hozir- ha, qarang. bitta. Hozir Samat yaxshi o'g'il ketyapti. bilan anaqa yaxshi ketyapsizlar. Ana. Yo'q, nimaga yig'laysiz? Nimaga? Nimaga yig'laysiz? Qanchadan qancha hali. Mana biz siz tanlaymiz, mana hech yig'lamang, mana. Ana biz tanlaymiz sizni. Siz bugungi ko'rsatuvimizni Qahramonisiz. eng shirin piknik qizlaridansiz. Sog' bo'ling. Xafa bo'lish bo'lmasin, bizni ko'rsatuvimizga kelganda xafa bo'lmaysizlar, chunki bizni ko'rsatuvimiz maqsadi bir, faqatgina yoshlarimiz baxtli bo'lsin va tanlovda adashmasin. Biz ularni yaxshi tanlov qilishlarida yaqindan yordam berayotganimizdan juda ham xursandmiz. Va keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Xayr. Xayr. Xayr.